Assalomu alaykum qadrdonlar. Salomatmisizlar hammalar? Mana biz bitta xonadonda Xudo xolasa ishlarni qilib topshirdik. Bu mehmonxonasi. Klassik stilda qilingan lyustralardan foydalandik. Mana lyustralarimiz eski klassik lyustralardan. Xudo xolasa bir baho berasizlar. Bunda hozir jami 36 ta lampochka foydalangan ekan. Endi buni atrofida 7 ta galagenimiz bor va atrofida yana bunaqasiga qo'yilgan 10 ta yana galagen. İçki dizaynlar, duraletler aylantirilgan. İçki gumbazda ham duraletimiz bor. Biz rozetka klyuchatorlarimizni Panasonic firmasidan foydalanganmiz. Gold ranglik bu yerda 5 ta palazina. Xo'p. Birinchisi beramiz ekan. Hop. İchki tomonida ham, gumbazni ichki tomonida ham ko'rinayotgan bo'lsa, duralet bor. Ikki qator duraletimiz bor. Xudo xolasa ular qilingan kurasli chiroyli qilib, Xudo xolasa andeshlarimiz ham chiroyli qilib beribdi. Yana biz bu yerda biralarimiz mana ikkita biradan foydalanganmiz. Bular ham shunga moslashgan holatda klassik qilib qo'yilgan toshlari, lampochka ularni tayyorladik. Xo'p. Rozetka bu yerda televizorning zona Wi-Fi orqali bajariladi ishlarda. Onsiz bitta rozetka. Bu yerda endi 5 ta klyuchator, bitta rozetka. Xo'p. Endi ikkinchi biralar tepalariga antilishlarimiz anaqangi narsalarni yopishtirib ketishdi. Ular dard ko'rmasin. Rozetkalarimiz, klyuchatorlarimiz mana Gold Panasonic trikotaj 154-do'kondan olib qilingan, foydalangan bo'lsalar, bu yerda bor. Panasonic Vico firmalarniki. Mana bu yerda ikkita, bu yerda ikkita rozetka, ikkitalik qilingani, oldingi montajida bu yerda bittasida klyuchator bo'lgan ekan, tepada bu tepa tomonda qandaydir biralari bo'lgan, shularni yo'qotib yubordik. Biri orqa tomonga o'tdi. Bu yerda endi konditsionerga bitta tochka bor. Shu bizni bugungi qilgan ishlarimiz, Xudo xolasa. Lyustramiz yana bir yoqib ko'rsatamiz. Salomat bo'lasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab, bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaveramiz.